Salom do'stlar. Sizlarni Animus kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun sizlarga Titanlar hujumi 4-mavsum 1-qism animasining qisqa sharhini taqdim etmoqchiman. Do'stlar, shuningdek, agarda sizlarda animeni to'liq o'zbek tilida tomosha qilish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, u holda amediatv.uz saytida yoki Play Marketdagi animblog.uz ilovasi orqali tomosha qiling. Shuningdek, Animusning Telegram kanaliga ham tashrif buyuring. U yerda ham barcha anime qismlar to'liq holda joylab borilyapti. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Xuddi shunday Marlitslar davlati O'rta Sharq ittifoqini yo'q qilish uchun o'zining titan kuchi yordamida jangga o'tdi. Ammo O'rta Sharq ittifoqi shu darajada o'z harbiy texnikalarini rivojlantirib tashlashgan ediki, titanlar hatto ularning qal'asiga yaqin ham kela olmasdi. Ularning eng kuchli quroli bu zirhlangan tank edi. Uning bitta o'qi butun bir boshli zirhlangan titanni ham o'ldirishga qodir edi. Tank esa temir yo'li ustida yurardi. Tankni to'xtatish uchun temir yo'lni buzish kerak. Bunday mas'uliyatli ishni bir Marlits bo'lishga intilayotgan yosh bir Eldits qizaloq Gabi o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, 4 yildan beri ham hech kim uddalay olmayotgan ishni uddaladi va zirhlangan poyezdni pachoq qilib tashladi. Va natijada Jag'li Titanga yo'l ochildi. Jag'li Titan esa barcha askarlarni birin-ketin qirib, poyezd yo'lini yo'q qilib tashladi. Ana endi jangga bechora Elditslar tashlanishdi. Marlitslar Elditslarni odam o'rnida ko'rmasdi va doim jangga ularni oldinda jo'natib yuborardi. Ana endi havodan yordam kuchlari keldi. Kapitan Zik boshchiligida Rayner va uning askarlari juda ham bir ajabtovur rejani tuzishdi. Ya'ni yuqoridan odamlar pastga qarab tashlandi va ularni Zik o'zining qichqiriqi bilan titanga aylantirdi va qal'a ustiga tirik titanlar quladi. Natijada hamma yer vayron bo'lib ketdi. Titanlar esa odamlarni yeyishga kirishib ketdi. Ammo askarlarning qurollari ularni ko'rdim demay yo'q qilib tashladi. Ana endi Raynerning navbati keldi. Rayner esa jangga tushib, sal qoldi o'zi ham o'lib ketishiga. U zirhlangan poyezdni yo'q qildi. Va hayvon titanga yo'l ochib berdi. Hayvon titan tushib esa suvdan kelayotgan yordam kuchini yo'q qilish uchun tosh otgan edi. U tosh otgunicha kemalar ham o'q otib qo'ygan ekan, sal qoldi o'zi o'lib ketishiga. Uni ham Rayner asab qoldi va Markaziy Sharq ittifoqi yengildi. To'g'ri, buyuk Marlilar davlati g'alaba qozondi, lekin odamlarning nazarida bu inson aqlining titan kuchidan ustun kelgani edi. Ya'ni ular naq 4 yil titanlarga qarshi jang qilishdi. Buni esa g'alaba deb bo'lmaydi. Shundan so'ng Zik yana bir taklif berdi. Ya'ni qirol titan kuchini o'zimizga qaytarib olaylik. Ya'ni Paradisga, Erenlar tarafga hujum qilishni taklif qildi. Bu operatsiya 4 yil oldin chippakka chiqqan edi, ammo uni yana qayta boshlashga to'g'ri keladi. Komandir Zikning gaplariga rozi bo'ldi va ular bir necha oydan so'ng Paradisga hujum qiladigan bo'lishdi. Bu vaqt Emirni ham majbur zindonda ushlab o'tirishardi. Emir esa ularga Jag'li Titanni qaytarib bergan edi. Urushda qatnashgan Elditslar esa o'z uylariga qaytib kelishdi, ya'ni koloniyalariga, o'z oila a'zolari bag'riga qaytib kelishdi. Shuningdek, hech kim yo'q, ammo urushdan qattiq qo'rqib ketgan askarlar ham bor edi bu yerda. Zik esa barchani to'plab, endi Paradisga qarshi qo'shin to'plash kerakligini aytdi. Va buning uchun butun davlatlarni, qo'shni davlatlarning yordami kerak. Buning uchun ular Tayberlardan foydalanishdi. Tayberlar bular juda ham yaxshi gapiradigan, insonni shu darajada chiroyli gapirganidan odamni ich-ichiga kirib ketadigan odamlar edi. Va ularning Marlitslar davlatiga aloqasi ham bor edi. Va ular Tayberlarni chaqirish bahonasida xalqaro konferensiyada odamlarni titanlarga qarshi qo'shin to'plashga undashga harakat qilishadi. Raynerning bolaligiga keladigan bo'lsak, uning bolaligi havas qiladigan darajada bo'lmagan. Chunki uning otasi Marlits, onasi esa Eldits edi. Marlitslar bilan yashashi mumkin bo'lmagan. Shuning uchun otasi ularni tashlab ketadi. Baxtli hayotga erishishning birdan bir yo'li bu Marlits bo'lish edi. Marlits bo'lishning birdan bir yo'li esa bu
jangda o'zini ko'rsatish edi. Shuning uchun Rayner jangchi bo'lishga sidqi dildan harakat qildi. Ammo uning qobiliyatlari biror bir titanni davomchisi bo'lishini ko'rsatmas edi. Ammo taqdir ularga kulib boqdi. Rayner zirhlangan titan. Uning do'stlari Bertolt va Enni esa ulkan va ayol titanlarni davomchilari bo'lishdi. Keyin esa 4 ta yosh titanga, zirhlangan, ulkan, ayol va jag' titanlarga Paradisga borib titan prarodichilarini olib kelish topshirig'i topshirildi. Ammo yo'lda Marsel Raynerdan kechirim so'radi. Nega? Rayner zirhli titan bo'lishi mumkin emas edi. Marsel ukasini hayotini saqlab qolish uchun Raynerni nomzod qilib bergan. Ana shuning uchun Rayner zirhli titanga aylanib qoldi. Rayner bu gapni eshitib shokka tushib qoldi va shu holatda ertalabgacha turdi. Ertalab kutilmaganda uxlab yotgan titan uyg'onib ketdi va u Raynerni yeb qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo Marsel vaqtida uni qutqarib qoldi, lekin o'zi qurbon bo'ldi. Do'stlar, ular ortga qaytmoqchi edilar, ammo Marsel Raynerning aybi bilan o'lgani uchun u ortga qaytishdan qo'rqdi va qolganlarni ham borib titan prarodichilarini olib kelishga ko'ndirdi. Shundan so'ng ular 845-yilda Sagansinaga hujum qilishdi va Mariya devorini yo'q qilib tashlashdi. Bularning barchasini bechora Rayner hech narsani tushunmasdan faqatgina yaxshi hayot uchun intilganidan qildi. Keyingi maqsadi ularning Roza devorini buzish edi, ammo bu reja amalga oshmay qoldi. Rayner Erenni va boshqa barchalarni aldab yurgani uchun o'zini kechira olmadi va o'zini o'ldirishga qaror qildi. Ammo bu fikridan qaytdi. Ularning takliflariga binoan Taybelar oilasi yetib keldi va oila boshi janob William edi. Ertaga bo'ladigan xalqaro anjumanda nutq so'zlash kerak edi va bu anjuman Liberiyada, ya'ni Eldislar yashaydigan koloniyaning o'zida bo'ladigan bo'ldi. Ular bu anjumanga barcha harbiy kuchlarni to'plashga qaror qilishdi, chunki Madlislar davlati ichida dushman oralagan va ular ertagalik anjumanda o'z harakatlarini boshlashi mumkin. Ammo bu anjumanda janob Williamning hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Lekin u bunga rozi bo'ldi, chunki uning oilasi Madlislar va Eldislarning o'rtasidagi urushga sababchilardan biri edilar. Va ularning oilasida Bolg'a titanning davomchisi ham bor edi. Anjuman ham boshlanish arafasida edi. Anjumanga butun dunyodan odamlar, jurnalistlar yetib kelgan edi. Eren ham shu yerda edi. Qanday? U oddiy bir jangdan qaytgan askarga o'xshab olgan edi va Falko bilan aloqa o'rnatib, undan foydalangan. Va Rayner uni ko'rib qattiq qo'rqib ketdi. Rayner Erendan bo'lgan barcha ish uchun kechirim so'radi. Ular Sigansinani yo'q qilgani, odamlarni qirishgani va ularni aldab yurishgani uchun kechirim so'radi. Ammo Eren aytdiki, senda ayb yo'q, seni aldashgan. Men bu yerga faqatgina dushmanlarimni yo'q qilish uchun keldim. Janob William esa nutqi boshida bo'lgan barcha tarixni so'zlab berdi. Ammo u haqiqiy tarixni aytib berdi. O'zi aslida Madlislarni titanlar hujumidan saqlab qolgan odam bu qirol Williamning o'zi. U titanlarning eng kattasi edi va titanlar urushini o'zi to'xtatdi va tarixni o'zgartirib Madlislarni g'alaba qozongan qilib qo'ydi va Geliusni qahramon qildi. Uning irodasiga binoan u umuman jang qilmaslikni xohladi. Ammo endi unday emas, chunki uning kuchini Eren Yeager olgan. Eren Yeagerda uning xotirasi yo'q. U albatta bu yerga hujum qilgani keladi va bizning dunyoyimizni yer bilan yakson qiladi. Keling, shuning uchun titanlarga qarshi birlashaylik deb butun dunyo aholisiga murojaat qildi va ular bunga rozi bo'ldi. Bu vaqt Eren esa tan kutilmaganda titanga aylandi va janob Williamni yutib yubordi. Yer vayron bo'lib ketdi. Tomosha qilib o'tirgan odamlarning juda ko'pchiligi halok bo'ldi. Eren barcha askarlarni o'ldirib tashladi va kutilmaganda Williamning singlisi gigant bolg'a chiqib keldi va u Eren bilan jang qildi. Gigant bolg'a juda ham kuchli edi.
u Erenni o'ldirib qo'yishiga sal qoldi. Ammo shu vaqtda Mikasa va razved korpus yordamga keldi. Ular ham Erenning ortidan kelishgan ekan. Mikasa gigant bolg'ani bo'yniga zarba bersa ham, ammo u o'lmadi. Sababi u o'zi juda ham bir ajabtovur titan edi, chunki uning joni o'zida emas, yer ostida edi. Eren uni payqab qoldi va uni yer ostidan sug'urib oldi. Va uni endi yeyman deb turgan vaqtda titan jag' yetib keldi va Erenni o'zini yeyishga tushib ketdi. Ammo vaqtida kapitan Levi Ackerman yetib kelib titan jag'ni zararsizlantirdi. Titan jag' esa qanday qilib oddiy odamlar unga qarshi chiqishayotganini tushunmasdi. Razved korpus askarlarini ko'rib, ularni paradis iblislari deb atadi. Ular endi titan jag'ni o'ldiramiz deyotgan vaqtda kutilmaganda titan eltuvchi kelib qoldi, ya'ni Pik. Uning ustida pulemoti bor edi va pulemotda ular razved korpus askarlarini otib tashlashdi. Ular pulemotga qarshi hech narsa qilisha olmadi, chunki pulemot juda ham tez otardi. Keyin esa ularning safiga hayvon titan qo'shildi. Ana endi ularning ishi yanada qiyinlashdi. Kapitan Levi, razved korpus ularni o'ldirishga harakat qilishdi, ammo bu hech o'xshamas edi. Rainer Falkoni portlashdan asrab qoldi. O'zi esa hushsiz yotardi. U xohlasa o'ziga kelishi mumkin edi, lekin u buni xohlamadi. Chunki u o'lmoqchi edi. Titan bolg'aning zirhida osilib turgan Eren uni yemoqchi bo'lganida unga tishi o'tmadi. Chunki u juda ham qattiq edi. Dushman razved korpusni qurshovga oldi. Ularning endi qochib ketishining iloji yo'q. Ammo shu vaqtda ularning rejasiga binoan Armin dengizda edi va u titanga aylanib, butun bir boshli marlitslarning dengiz flotini yo'q qilib tashladi. Ana endi ular nima qilishini bilmay qoldi. Shu vaqt kapitan Levi Ackerman kutilmaganda hayvon titanni yerga ag'dardi. Titan eltuvchi ham Sasha va Jan askarlarning yordamida u ham yengildi. Yana endi faqatgina titan jag' qoldi. Ammo titan jag' juda ham tez va kuchli edi. Shu vaqt kutilmaganda tepadan dirijabl uchib keldi. Buni Hanji va Arminlar egallab olishgandi. Ular dirijabl yordamida askarlarni havodan olib ketishmoqchi edilar. Titanja hujumga o'tgan vaqtda Mikasa uning oyog'ini kesib tashladi va u Erenning changaliga tushib qoldi. Eren esa uni ushlab jag'i yordamida tishi o'tmagan titan bolg'aning zirhini sindirishga harakat qildi va uni sindirib tashlab titan bolg'ani yutib yubordi. Endi esa titan jag'ni o'zini ham yutib yuboraman deb turgan vaqtda yaxshiyamki vaqtida Rainer o'ziga keldi. Rainer Erendan qattiq zarba edi, lekin titan jag'ni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Eren unga tashlanishga boshqa kuch qolmadi. Shundan so'ng ular dirijablga yo'l olishdi. Ular chekina boshlashdi. Kapitan Levi esa Erenni qo'lga oldi. Chunki u o'z boshimchalik qilgani uchun shunchalik ko'p odamlar halok bo'ldi va bir nechta safdoshlarini yo'qotishlariga to'g'ri keldi. Gabi esa Eren Yegerning qilgan ishi juda ham ko'p odamlarni, uning do'stlarini, yaqinlarini halok qilgani uchun undan g'azablandi va undan o'ch olishga ahd qildi. Falko esa uni to'xtatishga harakat qildi. Ammo qara, uning qilgan ishi qanchadan qancha yaqinlarimizni o'lishiga sabab bo'ldi dedi. Ammo Eren Rainer bilan gaplashayotganda ularni eshitib turgan Falko Erenning ham yaqinlarini, uning safdoshlarini Marlislar davlati avval hujum qilganida ular ham xuddi shunday holatga tushganini va endi ular o'ch olishayotganini aytdi. Ammo Falko ortga qaytmadi. U to'g'ri borib, o'zining merganligi yordamida bir razved korpus askarini o'ldirib qo'ydi va uning OPM'i dirijablga hali mahkam turgan edi. U OPMni qanday ishlashini tushundi va to'g'ri dirijablga qarab yo'l oldi. Falko ham u bilan birga ketdi.
ular yetib kelishdi. Bu vaqt razvedkorpus jangchilari g'alabadan xursand bo'lishayotgan edi. Ammo Sasha nimanidir eshitib qoldi. Gabi esa sekin dirijabil ichiga kirdi-da, shunday kirib turib, to'satdan Sashani otib qo'ydi. U Sashaning to'g'ri yuragiga otdi. Bechora Sasha yerga yiqildi. Yigitlar esa bolalarni ura ketishdi. Bechora bolalar ham qattiq kaltak yeyishdi. Ular Sashani qutqarib qolishga harakat qila boshlashdi. Jan esa bolalarni o'ldirishga ko'zi bormadi va ularni boshlig'ining oldiga olib kirdi. Ular kirib qarashsa, kapitan Zik ham shu yerda edi. Bularning barchasi kapitan Zik va uning askarlarining rejasi ekan. Bolalar buni ko'rib jinni bo'lib qolay deyishdi. Birozdan so'ng esa Sashaning o'limi haqida xabar qilishdi. Hamma tushkunlikka tushib qoldi. Axir jangchi Sasha shunday o'lim topdi. U bunday o'lim topishi hech kimning xayoliga kelmagan edi. O'zi aslida kapitan Zik va uning askarlari qanday qilib razvedkorpusga qo'shilib qoldi? Bundan 3 yil oldin Paradisga marlislardan bir kema keladi. Ularning sarkardasi esa Hanji bilan gaplashishni xohlamaydi va uni endi otib yuboraman deyotgan vaqtda ularning ichidan bir askar chiqib komandirning o'zini otib yuboradi va uning ismi Yelena edi. Yelena ular bilan bajonidil gaplashishlarini va u komandirni kapitan Zikning buyrug'iga binoan o'ldirganini aytadi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin ular yordamga yana bir ikkita kemani yuborishdi. Ularni ham razvedkorpus asirga olishdi. Ular choy ustida gaplashib o'tirishadi va razvedkorpus titanlarning barchasini yo'q qilib yuborgani uchun ularning kuchiga tan beradi. O'zi aslida marlislar Eldislarni yo'q qilish uchun titanlarni yuborgan edilar. Titanlar esa aksincha Eldislarning o'zlari uchun himoya vositasi bo'lib qoldi. Chunki hatto marlislarga ham ularni yo'q qilish oson emas edi. Shundan so'ng ular 3 yil birga yashashdi va hatto bir-birlari bilan til ham topishib olishdi. O'zi o'ylab qaraganda, dengizning u yog'ida ham, dengizning bu yog'ida ham hamma odamlar yomon emas. Ular orasida yaxshi odamlar ham borligini mana shu yerda ular tushunib yetishdi va o'zlarini Eldislarga sodiq etib, Marlislar davlatiga qarshi Eldislar ozodligi uchun jang qilishga qaror qilishdi. Hozirgi vaqtga kelib esa ular xavfsizlik uchun askarlarni asirga olishdi va Zikni esa ulkan daraxtlar o'rmoniga olib borib, o'sha yerga olib kelib qo'yishdi. Eren Yeager esa bu vaqt qamoqda o'tirar edi. 2 yil oldin Eldiya davlatiga birinchi marta chetdan elchilar keldi va bu davlat Hidzuro davlati bo'ldi. Hidzuro davlati oldin ham Eldiya bilan birga ittifoqdosh edi, ammo buyuk titanlar urushi boshlangandan keyin ular ham boshqa davlatlar singari aloqalarini bir-birlaridan uzishgan. Ammo endi ular yana aloqa o'rnatishga qaror qilishdi. Ular harbiy texnikalar yasaydigan spetsialistlarni yetishtirar edilar va ularning gerblari uchburchak shaklidagi 3 dona qilich edi. Ajablanarlisi, Mikasada ham shunday belgi bor edi va ular Mikasani Hidzuro davlatining qirolichasi deb atashdi. Ular muzokaralar olib borishganida aniq bo'ldiki, ularni Zik bu yerga yuborgan edi. Ya'ni Zik avval ularga OPM qanday ishlashini va u Eldiyadagi yer ostidan olinadigan yoqilg'i bilan yurishi va bu yoqilg'i olovli muz deb atalishini va ular agarda Eldiya bilan ittifoqdosh bo'ladigan bo'lsa, yerdagi tabiiy boyliklarni o'zlashtirishini aytgan edilar. Uning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, Hidzuro qirolichasining maqsadi yer osti boyliklariga ega bo'lish edi. Shuningdek, Zikning ularga talablari ham bor edi. Talablarga binoan Eldiya davlatini harbiy texnikasini jahon darajasiga olib chiqish va hayvon titanni qirol oilasidan bo'lgan odam o'ziga meros qilib qoldirishi. Ya'ni historiya hayvon titanni o'ziga olishi va farzandlar ko'rgandan so'ng uni yana avloddan avlodga o'tkazishini so'ragan edilar. Ammo Eren bunga qarshi chiqdi, chunki ular avlodlarga bu la'nati baloni
qoldirmaslikka qaror qilishayotgan edi, ammo uning gaplariga ko'ra bu titanlar yana davom etishi kerak edi. Eren bunga rozi bo'lmadi o'sha vaqtda, lekin hozirgi vaqtda esa Eren o'sha paytdagi Erenga o'xshamas edi. Kutilmaganda Historia oddiy bir bolaga turmushga chiqadi va undan homilador edi. Endi Historia titanga aylanishi mumkin emas. Agar u titanga aylanadigan bo'lsa, uning qornidagi bolasi nobud bo'lishi mumkin. Bu holat hayvon titanni qo'lga kiritmoqchi bo'lganlar uchun umuman yoqmadi. Bu vaqtda Gabi ularni kuzatib o'tirgan soqchini ayyorlik bilan o'ldirib, qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Falco ham u bilan birga edi. Ular ko'l bo'yiga yugurib borib, u yerda to'xtashganida bir qizaloq ularni ko'rib qoldi va o'z uyiga taklif qildi. Ular o'zi bilmagan holda Gabi o'zi o'ldirgan Sashaning uyiga borib qolishgan edi. Kizuru davlati esa Eldiyani marlislar ustidan qozongan g'alabasi bilan tabriklab, ularga yangi gidroplan olib kelishgan edi. Razvet korpusga yangi qo'shilgan bir nechta askarlar esa ular Erenni tarafini olib, ommaviy axborotga barcha ma'lumotlarni aytib yuborishgani uchun ular qamoqqa olindi. Sababi hozirda Eldiya tinchlik tarafdorlari edilar. Gabi va Falco esa otxonada ishlay boshlashdi. Ularni bu uyga olib kelgan qizaloq ularni nonushtaga chaqirganida Falco ulardan so'radi: "Nega bu yerda ishlaydigan barcha teng yoshli?" Sababi ular 4 yil oldingi titanlar Sikansanaga hujum qilgan paytda yetim qolgan bolalar edi. "Bular barchasi sizlarning o'tmishda qilgan gunohlaringiz uchun" dedi Gabi. Qizaloq tushunmadi. Nima? Shuning uchun ota-onalarimiz halok bo'ldimi? Har bir Eldisning burchi bu o'tmishda bo'lingan gunohlarni eslab yurish, dedi Gabi. Qizaloq ularni o'zi yashagan eski qishloqqa olib bordi va Titan uning onasini tiriklayin yegan uyga olib keldi. Qizaloq so'radi: "Aytchi, nega meni onam o'ldi?" U aytdiki, "Bundan 1000 yil oldin sizni ota-bobolaringiz shunday gunoh ishni qilgan. U odamlarni qirgan va dunyoga hukmron bo'lish uchun 1000 yillab shunday yomon ishlarni qilgan. 1000 yil oldin qilgan bo'lsa, meni onam shu yerda yashab o'tgan 4 yil oldin halok bo'ldi. Onam kimga yomonlik qilgandi? Sizni ota-bobolaringiz qilgandi. Nima kimga yomonlik qilgandi? Meni onam 4 yil oldin o'ldi. Hech kimga yomonligi tegmagandi. Ayt menga, nima kimga yomonligi tegdi?" Gabi esa faqatgina o'tmishdagi ota-bobolarning gunohlarini takrorlayverardi. Bu esa marlislar Eldislarni ongini zaharlaganidan dalolat berardi. Shundan so'ng Gabi uni gaplarini eshitib o'ziga keldi va sal o'zini bosib oldi. Bu qizaloq esa Sasha o'sha vaqtda qutqarib qolgan qizcha edi. Oddiy aholi Eren bekorga qamoqda ushlab o'tirilibdi deb mitinglar qila boshlashdi. Arvin va Mikasa esa Eren bilan uchrashmoqchi edilar, lekin Darius Zaklay bunga ruxsat bermadi, chunki Erenning fikrlashi g'alati bo'lib qolgan. Undan hech qanday ma'lumot ham olish olmadi va u butunlay o'zgarib qolgan edi. Darius Zaklayning xonasidagi stol esa bu yerda turishi kerak emas edi. Uni razvet korpusining yangi qo'shilgan askarlari tashlab ketishgan edi. Mikasa va Armin bu yerdan chiqib ketishi bilan to'satdan Darius Zaklayning xonasi portlab ketdi. Darius Zaklay o'sha portlashda halok bo'ldi. Buning sababi Erenchilar, ularni shunday atashadi. Erenchilar ushbu stolni Darius Zaklay Erenga ozodlik bermagani uchun uni yo'q qilishib, o'zlari yangi Eldiya imperiyasini tuzishga kirishib ketgan edilar. Eren Yeager esa ana endi Zigni oldiga borib, uni qutqarishga qaror qildi. Zik qanday qilib bir kechada butun bir boshli qishloqni titanga aylantirib yuborganini sirini ochdi. Ularning o'zini, miyani, suyuqligini o'zgartiradigan tutunlari bo'lgan va ana shu tutunni butun qishloqqa yuboradi. Natijada odam o'z hushini yo'qotib, o'zini bilmay qoladi. Shu vaqtda Zikning bir dona qichqirig'i butun bir boshli qishloqni titanga aylantirib yuboradi. Sasha Blausning oilasi Marlits bolakay taklifiga binoan restoranga tamaddi qilishgani kelishdi. Marlits bolakay Sashani yaxshi ko'rardi. Shuning uchun uni ota-onasini mehmon qilishni niyat qilib qo'ygan edi. Bu esa Gabi va Falco uchun ayni muddao edi. Ular Marlits bilan gaplashib, bu yerdan qochib ketishlari mumkin edi. Shuningdek, ular bilan birga razvet korpus Hanji ham Nikoldan bir nechta savollar so'rash uchun kelishgan edi. Jan va Colin Marlislar tarafdan kelgan bir shohona vinoni ichib ko'rmoqchi edilar, ammo Nikol bunga yo'l qo'ymadi. Buni Eldislar ichishi mumkin emas deb ularni yerga urib haqoratlab tashladi. Jan tushunmay qoldi. Nega bunday qilyapsan? Nikol esa ularga vinoni bermadi. Vaziyatdan foydalangan Gabi va Falco Nikol bilan gaplashishga kirishadi. Biz Marlislar davlatidan keldik. Dirijablga osilib bir razvet korpus askarini o'ldirdik deb aytganida
Nikol uni eshitib g'azabga tushib ketdi. Chunki u Sashani yaxshi ko'rardi. Gabi uni o'ldirgani uchun undan g'azablanib, Gabini o'zini o'ldirmoqchi bo'lib ketdi. Gabiga atalgan vino Falkoning boshiga tegdi. Shundan so'ng Nikol ularni tashqariga olib chiqdi. "Janob, mana sizni qizingizni o'ldirgan. Yaramas. Buni o'zingiz o'ldiring", deb unga pichoqni tutqazgan edi, lekin Sashaning otasi yaxshi odam edi. U bunday qilmadi. Shunda Nikol aqlga sig'dirish qiyin bo'lgan narsani aytdi. Ya'ni bolakay vinoni ichib yuborgan bo'lishi mumkin. Nega? Nikolning taxminlariga ko'ra, bu vino Marlislar davlatidan keltirilgan maxsus vino. Buni Yelena ular uchun bergan edi va bu Zikning rejasi edi. Bu vino ichida miyani o'zgartiradigan suyuqlik bo'lishi mumkin va buni ichgan hamma Zikning qichqirig'iga binoan titanga aylanib ketishlari mumkin. Ammo eng dahshatlisi, bu vinoni harbiy politsiya, razvedkorpus barcha ichgan edi. Keyin esa kutilmaganda ularning yoniga Eren o'zi tashrif buyurdi. Eren ular bilan ochiqchasi gaplashib olmoqchi edi va Eren juda ham bir yomon gaplarni aytdi. U Mikasani it dedi. Ya'ni Ackermanlar har doim o'zlariga bir hoji topish kerak. Ular doim ularni himoya qilib yurishadi, xuddi it kabi. O'sha paytda Eren uni qutqarib qolganida, Mikasa Erenni o'ziga xo'jayin deb bila boshlagan va uni har doim himoya qilib yuradi. Bu gaplarni eshitib Mikasa xafa bo'lib ketdi, siqilib ketdi. Armin esa "Bo'ldi, bas qil" deb Eren bilan urushib ketdi. Eren esa Arminni ayamasdan urdi. Endi Eren avvalgi Eren emas. U butunlay boshqacha edi va u Segansenaga boramiz degan qarorga keldi. Bu vaqt Zik esa Levi Ackerman nazorati ostida o'tirar edi. Afsuski, butun razvedkorpus askarlari vinoni ichib bo'lishgan ekan. Kutilmaganda Zik qocha boshladi va bir baqirgan edi. Levi Ackermanning tepada turgan 300 ta askari hammasi yerga yiqildi va titanlarga aylanib ketishdi. Titan bo'lganda ham oddiy titan emas, juda ham bir daraxtdan daraxtga sakrab yura oladigan kuchli titanga aylanib ketishdi. Levi Ackerman og'ir bo'lsa-da, ularning barchasini o'ldirib, to'g'ri Zikni oldiga bordi. Zik titanga aylangandan so'ng ham hech narsa qila olmadi. Kapitan Levi Zikni ham yer tishlatdi va u o'ziga kelganidan so'ng qarasa, kapitan Levi uni qorniga bombasidan joylab qo'ygan ekan. Agar boshini qattiqroq tortadigan bo'lsa, bomba portlab ketadi. Zik o'zi bolaligidan Marlislarning Eldislarga bo'lgan munosabatlarini ko'rib kelgan. Otasi Zikni Eldiya davlatini qayta tiklash ruhida tarbiyaladi va uni harbiy maktabga berdi. U Eldiya davlatini qaytarish uchun avval harbiy bo'lish kerak edi. Lekin bechora Zikda bu hech ham o'xshamas edi. Keyin esa Zik bir Tom Ksavye degan odam bilan tanishdi. U ham hayvon titan, ham titanolog edi. Titanolog bu titanlarni o'rganadigan fan. Zik u bilan birga o'zini vaqtini o'tkaza boshladi. U Zikka boshqacha e'tibor qildi. Otasi esa doim uni so'kib, "Sen Eldiya davlatini qayta tiklashing kerak" deb uni doim so'kaverardi. Lekin bu Zikda hech ham o'xshamas edi. Shundan so'ng otasi undan yuz o'girdi. Keyin esa Zik to'satdan eshitib qoldi. Politsiyachilar restavratorlarni, ya'ni Grisha Yegerlarni aniqlagan ekan. Zik borib buni Tomga aytdi. Tom esa qattiq siqildi. "Seni yashab qolishingning birdan bir yo'li bu ota-onangni ularga aytish" dedi. Chunki ota-onang seni tushunmasdan senga yomon muomalada bo'lishdi deb unga tushuntirdi va Zik ota-onasini ularga aytib qo'ydi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng u katta bo'ldi va Tom Ksavye uni xuddi otasiday bo'lib qoldi. Tom Ksavye bir ma'lumotni aytdi. Unga ko'ra, menimcha qirolicha Emir faqat xotiralarni emas, o'z odamlarini, organizmlarini ham o'zgartira oladi, chunki bundan bir necha yil oldin xalq orasida vabo tarqagan. Elditslar bundan bir kundagina xalos bo'lgan. Zik hayvon titanning davomchisi bo'ldi. Keyin esa Zik Rayner va Bertoltlardan titan prarodichilarni Eren Yeger davom ettirayotganini eshitdi va Eren Yeger uni ukasiligini bilgandan so'ng u ham Grisha Yegerning tushunchalari qurboni bo'lganini tushundi va uni albatta topishga ahd qildi.
va uni topdi ham. Eren Marlilar davlatiga Zikning chaqirig'iga binoan kelgan edi va u Eren bilan gaplashib, ikkalasini fikri bir joydan chiqdi. Ya'ni ularning rejasi shunday edi. O'zi aslida bu dunyoga Eldislarning kelishi noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni Eldislarning tug'ilishi o'zi bu yomonlikni tugamasligidan dalolat beradi. Demak, qirolicha Emir o'z odamlarini, organizmlarini o'zgartira oladigan bo'lsa, Eren Yeager Titan prarodichilarini qo'lga kiritadi va barcha Eldis odamlarini boshqa nasl qoldira olmaydigan qilib qo'yishadi. Maqsad shu edi. Ya'ni agar Eldislar bu dunyoga boshqa tug'ilmasa, Titanlar ham bo'lmaydi. Zik shu narsalarni eslab o'tirardi va kutilmaganda boshini tortib yubordi va bomba portlab ketdi. Zik bo'linib ketdi. Ammo shunda ham o'lmagan edi. Uni yoniga bir titan kelib, uni o'zi bilan olib ketdi. Yegerchilar esa hokimiyatni o'z qo'liga olishdi. Biz ishonib yurgan Yelena sodiq emas, ya'ni sotqin ekan. Eren esa Gabini o'zi bilan olib ketmoqchi bo'lib turgan vaqtda kutilmaganda eltuvchi titan Pik kelib qoldi. U ham shu yerda edi ekan. U Erenni otmoqchi bo'lganda, Eren otaver dedi. Lekin u bunday qila olmagan. Chunki ularga titan prarodichilarni tiriklayin olib kelish topshirilgan edi. Shundan so'ng Pik ham uni otmadi, ya'ni o'zi aslida Marlislarni yomon ko'rishini, u ham Eldiyani ozod bo'lishini xohlashini, Erenlar bilan birga ularga qarshi jang qilishni xohlaganday qilib ko'rsatdi o'zini. Va o'z sodiqligini isbotlash uchun o'zini sherigini qayerdaligini sotishini aytdi. Yaxshi deb Eren unga ishondi va ular tepaga chiqishdi. Yelena esa Pikni ko'rib qo'rqib ketdi. Tashqariga chiqishganda esa Eren dushman qani deb so'raganda, Pik uni ko'rsatdi. Dushman uning ostidan chiqib keldi va bu Jax Titan edi. Ular ham allaqachon bu yerga kelib bo'lishgan ekan. U Erenning oyog'ini uzib yubordi va natijada Eren Titanga aylandi. Bu hali hammasi emas. Marlilar davlati yana 5 ta dirijablda bu yerga yetib kelishgan edi. Eren esa "Qani Rayner, bo'la qol" degan joyda 4-mavsum 1-qism o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agarda video sizlarga manzur kelgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shuningdek, shu narsani esdan chiqarmaylik do'stlar. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Anime bu shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.